Assalamu alaykum, hürmetli qeyrindaşlar. Hammanglarga menden No'ruzluq, o'tliq salom. Mana 5-gacha Uyg'ur usuli darsxonamizning ochilganiga bir yil bo'lib qapti. Bu jarayonda sizlarning menga avatgan uchurlaringlar, fikr, talaplaringlar menga zo'r ilhom va madad bo'lib keldi. Shuning uchun oldi bilan sizlardek Uyg'ur usul san'atini so'ygan, o'z madaniyatidan faxrlanadigan suyimli qeyrindoshlarimga chin dilimdan rahmatimni aytaman. Darsxonamiz ochilganligining 1 yilligi munosabati bilan bugun sizlarga alohida bir darsni sovg'a qilmoqchiman. Dunyoning har qaysi joylaridagi san'at suyar farzandlarimiz men tayyorlab bergan usullarni ota-onalarining yetakchiligida o'rganib, bugun hammamizning huzuriga sunmoqchi. Oldi bilan Germaniyadagi umoq o'g'limiz Zulqar Abdurahmondan hammanglarga No'ruzluq salom. Әмділа 7 yaşga kirgan Firuza Akramda ajoyib bir talant bor. Gerçi navbatdagi bu usulni men yenida turib o'rgatolmagan bo'lsam-mu, har bir harakatni to'g'ri o'rganib, to'liq voyaga yetkazib turib o'rindashi meni cheksiz suyundirdi. Maraş
qandaq bir usulni o'ynaganda muzikaning udarini yaxshi tushunish ham harakatlarni udarga tushirishni bilish bek muhim. Agar yigitlar samo usuliga qiziqsanglar, Yaponiyadagi kichik yigit Anqar Xalmatning udarga nihoyat yaxshi keltirib o'rindigan samo usuliga nazar selinglar. Әмді Австралиядagi kepinakdak larzan 4 umaq qizlarimizning usuldan huzurlanayli. Yetakchi o'qituvchi Gulnur Tursunga yana bir qitim rahmatimni aytaman.